1, Dumfries, yana pas, Lautaro zarba, 1-0. Inter hisobda oldinga chiqmoqda. Martinez risk o'zini oqladi. Simon Chalhanogluning zarbasi 2-0. Inter yana mana shu hisobni yuzaga keltirdi. Martin va zarba, gol! 9-likka Erik Garcia. Barsa qaytishni boshlayapti. Qani ajoyib pas, yana Barselona uryapti. Olmo berdi. Rafinha zarba pozitsiyasida. Zomerdan gol! Rafinha yana amalga oshirdi bu ishni. Gol! Oyoqlari orasidan o'tkazmoqchi bo'ldi. O'yin davom etadi. Inter! Uch yana! Bu qanday? Pas, zarba Frattesi. Inter 4-golni uryapti. Frattesi zaxiradan maydonga tushib,